Ama Arman Zestranga bir deva ayal berdi. Bir pul versem almaydı. Tamak versem yemeydi. Ninde etsem 7-8 deva ayal tutup çeyim bakıp biramsa dedi. Bir gün bir 20 ayal çay oyundu. Karısam işe er oturdu içinde. Bu ayalların için sana neyim baksam öylekiler ağırıp da oruna geldin dedi. Bir müşrik bir çaşkanını qo'g'lab ketibdi-da. Shunda qo'g'ilgandikilla çaşkan töshikka mortda kirib ketgandikilla müşrik ishki butun lekkini ko'tiribdilar. Seg'indim seni deb naqsh etibdi-da. Biloq çaşkan töshik kirgandikilla oldindan olmagan chiqibdi. Qochma, sen qochma. Deyishliq çaşkan töshikda mortda 5-chi chiqib men nega bora olmayman. Maşa tudağın nemmanglar bilisizlar bizning məldən bir qora ağanda bu. Bu ağan qoranınki aldıda bir tip qarayağaç vardı ki bizning məl xalqı laqam qo'yish ustoğankin bunu tudağın qarayağaç qo'yaptı-da. To'xtab turaver, necha ming ko'p pul qashlab bu laqamdan qutulmasam bo'lmaydi deb qarayağaçni kesib o'tibki bu tudağın ko'tarib qo'yaptı. To'xtab turaver, bu laqamdan qutulmasam bo'lmaydi deb ko'takni qumiribdi-ki buni tudağın go'dan qo'yaptı. To'xtab turaver, bu laqamdan qutulmasam bo'lmaydi deb ishki traktor to'pini besib qo'ysa, bir dehqon oldimda "Beyofga, tudağın tindimini o'yi qayda?" dedi. Muşu İsam akının naayetli qilin bir qo'shnisi bor ekanda, davomli bir nim so'rar ekanda uydan. So'rab achitib, agirib olmaydi. Bu zo'ydi ekan. Bu İsam kan bozordan bir nim olsa, darhol so'rab berganda bu qo'shni. Shunga bir kun İsam kan bozordan og'amchi deb uyga agirib turishig'la qo'shnisi kiribdi-ku. İsam kan og'amchingiz beribsizmi dedi. Ağantı yok. Voy, hozir ko'rdim-ku og'amchi agirib ketganingizni. Ağantıga Zeminihan un ip koyuptu. Qanday gap bu? Og'amchig'im un olamda aka. Bir bog'lashqirak bir gap qilmadingiz. Gapning bağlaşması kadar karım yok. Ağantı mening dınavka. Xalısam sumak koyma onunla. Bir adaşın toy oldu da bir kızın tansık tattı. Karısam bu adaşın kol titreydi iken de kızın tansık tattı da kız gıdıklaydı iken de oynamayın. Yani bir divan kepti, işkisini bersem taşıyıp var, nemek taşıyaysam çözdürdü geldim dedi. Bir aday bir lağmen yap, mescid var diyor, pulunu vermem sersem ödgül lağmen etir ekip verim ben. Maşa Yisamkam aşkan mezgili bir ağinemni başlap kirdim-da, bu Yisamkamniki mantısını danqıvadaş, onu yap chiqayli. Dabli şoňla mantını burup koyduk, şonda mantım chiqdi. Iloq ağinem bir mantını şunda alıp çishlap kel içinde jip chiqdi-da. Adaşava danlap akirge aşkanan maşuma dayma bu içinden jip chiqdi deydi. Aslı gap qila adaş. Ma Yisamkam anlaqas rahning pulunu aldı bek. Muşu 70-nji yıllarda İslamkamning turmuş naayet namratlashib ketdi-ku. Şu çağda İslamkam kechda uxlasa, deriz taraqshiganda qipti. Bu uygu oğru kiremdi nime? Deb o'ylab, darrov qopli bir sandiq bor ekan, sandiqning ichiga mo'kib olibdi. Mo'kib olgandan keyin bu o'g'ri kirib, u yoqni aqtirib, bu yoqni aqtirib, hech nim topolmay, mush sandiqning ichida bir nim bo'lsa, epli ketmaymanmi deb shunda aytsa, ichida İslamkam bu o'g'ri o'diq ket. Bu İslamkam sizni sandiqning ichida nima ish qilib debdi. Uka, bu uyda sen ağıdaki nime yok, hicaret tup mülkü aldım dedi. Aşkan bir divan kirip pul versem bir kolda duga qilib bo'lamdi desem sen yerim asat degansan. Ben muhtar bir gün moton qishdimini uzkim ko'mayda palan kesib olibdi. Üzüge bir divan kepti kishim kechikimiz bersang dedi bir oyog'imni versam at yondirib kep nima bo'lsam kichikib qolib tegishdi. Ben orayım kan terichilik qilib boqayda bir kal terisi ichib kuchayib endi. Muşu İslamkam at deganda qop qo'shnilar bilan ko'rishganda bir kuni tong saharda bir qo'shnisi bilan ko'rishga qildi, qo'shnisi debdi-ku. Bu İsam, nima bo'ldi kecha uyingizda? Bir ayol kishining vaqirgan ovozi anglanib ketdi. Bir nima palampaydan dumulganda ko'p ketdi. Kecha uxla olamdigan chiqay desam texi degan kun. Kan nime şöyle deysiz dedim. Bir ish bo'ldimi ki deymanas? Bugün akşam Zeminihan'ın açık tıkkapke
chapınımni urib, palampaydan yumultib etdi. Qanday gap bu aka? Bu chapanmi jumosmi shunchalar ovoz chiqamdi desa. Shu chapanning ichida men batdim. Bir kuni Isamkamdan bir so'rabdi-ku, bu Isamka mush tavutni ilib monganda tavutning oldida mongan yaxshimi, keyinda mongan yaxshimi degan ekan. Uka, nedik bir savolni so'raydi ekansan. Ay, tavutning ichida olmasanglar, neda monsang qarib yur. Isamkam tashlab ketib qolsa, bir dilamchi chaqiribdi-ku, chaqirib bir poch xat vatdi o'qitasiniz degandan keyin siz o'qimishlik adam, bu xatni o'qib bering degandan keyin bu Isamkam do'konga kirib, endi xat o'qimaydi Isamkam. Endi buni o'qaydi, o'qolmayman deydisa, sat bo'ladi. Shunga xatni u yoqqa o'rib, bu yoqqa o'rib, xeyli turib ketib shuning bilan Bu xat nereden kelgan? degan. Endi bu xatni shu xotendagi akam evetganmikin deyman desa. Nemishki o'qimadimki desam, bu xat xotancha yozilibdi.